On. Siz baquvvat yemasangiz bo'lmaydi. Siz ikkita odam uchun ovqatlanishingiz kerak. Oling. Rahmat. Hozir ovqat ham olib kelaman sizga. Yaxshi yeying. Meni semirtirib yuborasiz bunaqada. Semirmaysiz. Oyi, O, telefon. kim? Toshkentning nomeri. Alo. Allo, Nigor opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, kim bu? Men Hayotning advokatiman. Tanidingizmi? Uzr, o'g'lingizga telefon qilsam ko'tarmadi. Keyin Ilyos abiga telefon qilsam ham ko'tarmadilar. O'shaning uchun sizga qilyotdim. Tinchlikmi? Agar Toshkentda yengillik bo'lsa, etinglar degandingiz. Hozir bir yomon xabar eshitdim. Yusuf komaga tushib qopti. Nima? Yusuf komada? Voy, bu nima deganingiz? Nimaga komada bo'ladi? Avtohalokatga uchrab, Yusuf komaga tushibdi. Voy, Xotini Charoz qamalibdi. Shuni aytay deb telefon qilgandim. nega qamaladi? Charos nega qamaladi? Bilmasam endi. Voy. Yusuf, Shu yangilikni aytay deb telefon qilgandim. Sizlarning xabaringlar yo'qmidi? yo'q. Yana qo'ng'iroqlashamiz. Xo'p, mayli. Xo'p, Sog' bo'ling. Xayr. xo'p. Oyi, Yusuf aka nega komaga tushadilar? Charos nega qamaladi tushunmayapman. Bilmadim, bolam. Bilmayman. Voy xudoyim. Nima bo'lyapti o'zi? Voy Allohim. Voy bolam. Bolajonim nima bo'ldi? Nima suv? Hozir. Suv bering. Hozir bolajonim.